Agar hali ham 2023-yildagidek kontent qilayotgan bo'lsangiz, 2026-yilda bunday kontentlar umuman yemaydi. Instagram algoritmlari allaqachon o'zgaryapti. Oxirgi 2 yilda Reels qo'shilgandan keyin buni juda ham yaxshi sezish mumkin. Bu videoda 2026-yilda qanday formatlar trendga chiqadi va odamlar uchun qiziqarli bo'ladi, shu haqida gaplashamiz. Odamlar Instagramda shunchalik ko'p kontent ko'rishyaptiki, ularning e'tiborini tortish ham ancha qiyin bo'lib qoldi. Algoritmlar oldingidek ideal hayot, ya'ni qanaqadir chet elga chiqqani yoki sayohatga chiqqani bo'yicha rasmlar emas, shunchaki jonli, odamlarni chapani, jaydari videolarni yoqtirishni boshladi. Lenta tobora jonli muloqotga aylanib boryapti. Chunki insonlar unaqa hashamat yokida soxta narsalardan zerikkanligi uchun Instagramga shunchaki tabiiy jarayondan, deylik, biror bir voqeadan yokida biror bir holatdan keyin qo'yilgan videoni ko'proq qabul qilishyapti, ko'proq fikrlar yozishyapti va shuning orqasidan Instagram algoritmlari bu narsani to'pga olib chiqishga harakat qiladi. Instagramda hozirgi kunda ideal formatlar emas, shunchaki samimiy va xarizmatik kontentlar to'pga chiqyapti. Endi esa 2026-yilda trend bo'ladigan asosiy kontent turlarini tayyorlab qo'yganmiz va buni sizlar bilan bo'lishamiz. Birinchisi, qisqa reelslar. Instagramga bitta mavzuda shunchaki bitta yoki ikkita gap bilan 5 yoki 10 sekundlik videolarni joylash albatta trend bo'ladi. Chunki bu ortiqcha o'ylashlarsiz, shunchaki ko'rib zavq oladigan video bo'ladi. Instagramda hozir bu odamlarga juda ham yoqyapti. Odamlar hattoki Instagramda videolarni tezroq ko'rish uchun 2x da ko'rishyapti. Balki kimdir shu videoni ham YouTube'da 2x da ko'rayotgandir. Agar 2x da ko'rayotgan bo'lsangiz, ha, ko'ryapman deb kommentda yozib qoldiring. Ikkinchisi, живой ne ideal videolar. Ya'ni videoda har xil adashishlar, kutilmagan holatlar bo'lishi odamlarning qiziqishini yana ham orttiradi va bu narsalar ham albatta to'pga chiqadi. Kecha bitta video ko'rdim, kechqurun yarim kechasi kuldim, qizim uyg'onib ketdi. Aka gapiryapti-da, adashib ketgan joyda bor-da. Ya'ni ana shunaqa joylari zo'r chiqadi-da. Odamlar bunday videolarda odatda o'zini ko'radi. Ya'ni umuman soxtalik yo'q, ideallik yo'q, sodda va tushunarli. Chunki har qanaqa inson adashishi yoki kutilmagan holatlarga kelishi mumkin. Va bu narsani albatta sinab ko'ring, bu juda ham yaxshi ishlaydi. Uchinchisi, karuselli postlar. Misol uchun mana bunday. Karuselning ichida har xil storytellinglar yoki hayotiy iboralar haqida gaplar ketadi. Bu insonlarga ancha qiziq. Ayniqsa hozir Instagram Reels'da karuselli postga muzika qo'yilsa, u Reels formatiga ham o'tib ketadi. Hatto Reels'da turib ham karuselli postlarni ko'rish imkoniyati bo'lyapti. Bunda insonlar repost, komment yoki kimgadir jo'natish orqali ushbu karusel postni Instagramga juda ham yaxshi qilib ko'rsatishadi va Instagram buni to'pga chiqaradi. To'rtinchisi, POV format. O'zimiz biladigan o'sha POV. Odamlar bu formatda kreator o'rniga o'zini qo'yib ko'ra oladi. Ya'ni men shunday ko'ryapman, men shunday his qilyapman yoki menda shunaqa bo'ladi formatlarni sinab ko'rish imkoniyati borligi odamlarga ancha qiziq. Eslatib o'taman, bu video SMM bo'yicha mini dars. Lekin siz SMMni mukammal va professional darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, Spice Academy'da onlayn va offlayn formatda SMM kurslari mavjud. SMM kurslarini o'rgangandan so'ng bozorda $500 dan $1000 gacha daromad qilishingiz mumkin. Eslatib o'taman, SMM kurslarimizda dars berayotgan ustozlarning hammasi kamida 2 yil SMMda ishlagan va ma'lum bir darajaga erishgan insonlar. Haqiqiy va real bilimlarni olmoqchi bo'lsangiz, Spice Academy sizlarni kutadi. Kurs haqida yana ham batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, video ostida link qoldirganmiz. Ushbu linkni bosib ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, SMM bo'yicha bepul ochiq darsga ega bo'lasiz. Sizlarni ochiq darsda kutib qolamiz. Endi davom etamiz. 5-inchisi bu interaktiv kontentlar. Ya'ni street testlar. Ko'chada biror bir insonni to'xtatib, ulardan savol-javoblar qilish yokida buni tanlaysizmi, buni tanlaysizmi? Bo'lishi mumkin Mercedes, BMW yoki Cobalt, Gentra yokida lavashmi, shaurmami? Bularning hammasi interaktiv kontentlarga misol bo'ladi. Odamlar uchun bu juda ham qiziq. Insonlar komment yozishni va kimgadir jo'natishni albatta xohlashadi. Instagram algoritmi esa bu videoni albatta to'pga chiqaradi. Ishlaydigan, qisqa qilib aytganda, rekka chiqadigan videolar haqida gaplashdik. Endi ishlamaydiganlari haqida gaplashamiz. Birinchisi, ma'nosiz ideal video. Bitta misol ko'rsataymi shu videoga. Sevgan qizi yigitga telefon qilyapti. Haligi yigit telefonni olmayapti, chunki ishlayapti. Qiz yana telefon qilyapti. Yigit telefonni ko'tara olmadi. Ishi tugadi haligi bolani, qizga qaytib telefon qilsa, qiz telefonni ko'tarmayapti. Video tugadi. Men bor-ku, videoda nimadir qolib ketdimi deb 2 marta ko'rdim. Rang zo'r berilgan, lutlar dahshat, fokuslar zo'r olingan, uzoqdan zoomlarda olishganda kadrlarni haqiqatan kinochilik bo'lib dahshat chiqqan. Lekin undan ana yo'q, xulosa yo'q. Call to action yo'q. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, shunaqa videolar ko'payib ketgan Instagramda. Nimaga ko'rishadi? Aynan shu qizlar chiroyligi uchun ko'rishadi, qisqa qilib aytganda bo'ldi. Ikkinchisi, hech qanday qiymatsiz uzun videolar. Bunday videolar odatda insonlarga umuman qiziq emas. Uchinchisi, shunchaki kontent qilish uchun qilinayotgan videolar. Ya'nida kimdir
bir oylik reja qilgan, masalan 20 ta video qo'yaman shu oyda. 20 ta videoni shunchaki chiqarib qo'yish uchun qilinadigan kontentlar odatda rekka chiqmaydi. Chunki siz uni na emotsiya, na xarizma bilan yozgan bo'lasiz, shunchaki reja va galchka uchun. Bunaqa videolar ham rekka chiqmaydi. 4-inchisi, mos kelmasa ham yemagan trendlarni qaytarib olish. Bu kompaniya statusiga ham albatta ta'sir qiladi. Bunaqalarga juda ham ko'p misollar ko'rganmiz. Ustiga sepib borgan, nimadir tashlab yuborgan, nimadir sindirib tashashgan yoki yiqilib tushib perehodda qayergadir ulanib ketadi. Bu videolar bo'lishi mumkin, topga chiqaradi, lekin kompaniya statusini ham o'ylash kerak. Misol uchun, Space Academy Instagramida bunaqa videolar umuman yarashmaydi. Chunki akademiya ta'lim yo'nalishida saviyali kontent qilishga urg'u bergan va bu narsalar mos kelmaydi. Siz kompaniyangiz uchun kontent qilayotganda uni brendga ta'sirini ham albatta inobatga olish kerak. 5-inchisi, hech qanday qiymat bermasdan to'g'ridan-to'g'ri sotishga harakat qilish. Ko'pchilik kelib, nimaga men videolar olyapman, lekin sota olmayapman, videolarim ko'p ko'rilmayapti deb aytishadi. Chunki videoda qiymat yo'q. Videoni berayotganingizda odamlar uni ko'rayotganda nima uchun ko'rayotgani va bu mahsulotni nima uchun sotib olayotganini bilishi kerak. Siz shu narsalarni aytmaguningizgacha insonlar nima uchun sotib olish kerakligini va bu videoni nima uchun ko'rish kerakligini umuman tushunmaydi. Har doim odamlarga noyob savdo taklifini bering. Umuman olganda bu bilimlar foydali bo'ldi. Men o'zim uchun ko'p narsa oldim, lekin hali ham nimadan boshlashni bilmayapman deganlarga ajoyib maslahat bera olaman. Ya'ni siz o'zingizni sohangizga yo'nalishingizga kontent qilishdan oldin albatta rubrikalar tuzib chiqing. Ya'ni siz qanday mavzularda kontent berasiz insonlarga. Buni shunchaki konkurentlardan, chet eldagi proyektlardan ko'rib, g'oyalarni amallab topsa bo'ladi yoki shunchaki ChatGPTdan bu narsani so'rasangiz qilib beradi. Endi sizdan nima qoladi? Shunchaki shu narsani qilib ko'rish. Ya'ni siz rubrikalarga mo'ljallangan har bitta videoni olib ko'rasiz, Instagramga joylab ko'rasiz. Agar prosmotrlar yaxshi bo'lsa, bu rubrikani keyingi qismlarini olasiz. Agar o'xshamasa, bu rubrika shunchaki o'xshamadi. Rubrikalar sizga kontent planini tuzishda va tartib uchun yordam beradi. Ya'ni siz dushanba kuni bitta rubrikani belgilab qo'yasiz va hafta kunlariga ham boshqa rubrikani. Har bitta rubrikada o'sha video chiqadi. Deylik, dushanba kuni siz faqat savdo sotiq bo'yicha, chorshanba kuni siz interaktiv, payshanba kuni trendlar, juma kuni siz foydali ma'lumotlar berishingiz mumkin. Va bu narsani har hafta takrorlash jarayonida insonlarga siz qisman foydali narsa bera olasiz. Insonlar xuddi sizni kontentingizni serial ko'rayotgandek kutishadi. Bu narsani albatta sinab ko'ring, foydali bo'lsa xursandmiz. Bu videodan olgan bilimlaringizni yana ham mustahkamlashni va amaliy sinab ko'rishni xohlasangiz, Space Academy'ning SMM kurslari aynan siz uchun. SMM kurslarimizda har bitta dars amaliyotga asoslangan va ustozlar shaxsan o'zi siz bilan ishlaydi. O'z loyihalarini sizlarga misol qilib ko'rsata oladi va kurs davomida real loyihalar bilan ham ishlashingiz mumkin bo'ladi. SMM sizga qiziqmi? Daromad qilmoqchimisiz? $1000 gacha pul topishni xohlaysizmi? Shunchaki pastdagi linkni bosing, SMM bo'yicha ro'yxatdan o'ting, ochiq darsda sizni kutib qolamiz.